Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Biz bugun Sitsel avtosalonidagi M7 avtomobillarini obzorini ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, podpiska, like bosishni unutmang. Sizlar bilan bugun oyatullo bo'ladi. Bo'lmasamiz obzorda boshladik. Bu Huawei i2 M7, ya'ni Huawei kompaniyasiga tegishli bo'lgan avtomobil. Bularda narxi juda ham arzon, mega skidka narxlarda bo'lib ketdi. Ko'rib turganingizdek, mana bunaqa oq, qora, undan tashqari anaqa seriya ranglari ham bor. Bu liderlik fullroq pozitsiya, unlar esa sal pastroq pozitsiya hisoblanadi. Ushbu avtomobillarimizni narxlari 31 ming dollardan xohlaganinglarga kelib tanlov olsanglar bo'ladi. Bu gibrid 1200 kilometrgacha masofani bosib o'tadi. 40 kilovatli batareya sig'imi bilan jihozlangan. Balonlari R20 60 litr bok sig'imiga ega. 6 ta 7 ta o'rtacha rasxod qiladi. Bitta to'liq zaryadkada bitta motorli 220 kilometrcha masofani bosib o'tadi. Xohlasanglar dual motorligi bor. U 180 kilometrgacha masofani bosib o'tadi. Elektrda faralari ko'rib turganingizdek LED fara juda ham chiroyli ishlangan. 360 gradusning kameralari ham bor. Balon razmerlarini aytib o'tdim. R20 xohlasanglar oqga qora salon, oqga maloshniy salonligi bor. Sizlarga hozir ichini qisqacha ko'rsatib o'taman. Bu o'zi Xitoy 41 ming atrofida sotiladi. O'zbekistonning o'zida ushbu avtomobilimiz 50-60 ming dollar. Buni birozgina aybi bor avtomobilimizga. Hammasida kraskasi bor. Ko'rib turganingizdek, yerda bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, 6 dona bo'lsa, hammasida kraskasi bor. Shuni hisobiga 31 ming dollardan chegirma narxlarda berib yuboryapmiz. Xo'sh, avtomobilimizni ichiga o'tiramiz. Bismillah. Avtomobilimiz ichida adaptivniy cruise control, pallas udержания, ko'rib turganingizdek hamma narsani boshqarsanglar bo'ladi. Boya aytib o'tganimdek 6 ta o'rindiqli avtomobil bu. 6 ta o'rindiqlik. 4 ta sidinada abagrev, 4 ta sidinada abduv, undan tashqari 2 ta oldi sidinada massajlari ham bor. Avtomobilimiz undan tashqari head-up display, Face ID, undan tashqari avtoparkovka, bespроводной zaryadka, shunga o'xshagan funksiyalari bor. Buni narxi boya aytib o'tganimdek 31 ming dollar. Pastdagi raqamdan aloqaga chiqib xarid qilsanglar bo'ladi ushbu avtomobilimizni. Avtomobilda narxiga nisbatan juda ham komfortli ishlangan. L7larda orqasida panorama lyuki bo'lmaydi, lekin ularda monitor bo'ladi. Bunda monitor yo'q, lekin panorama lyuk bor. Shturka hamma narsalari bor. Skoruslari xrustal. Undan tashqari mana bu orqa tomonda ham oynalari bor. Ular ham xrustal. Mana bu yerdagi chiroqlar ham hammasi xrustal ishlangan. Bu xrustal, ya'ni juda ham qimmat kompaniyani qimmat avtomobillarda ya'ni ishlatadi. Avtomobilning ichida o'zida 16 ta yoki 18 ta atrofida kolonka mavjud. Akustikasi juda ham kuchli ishlangan avtomobilda. Ko'rib turganingizdek, hamma yerda kolonka, mana shu eshikda o'zida 2 dona kolonka bor. Undan tashqari mana bu yerda kolonka, mana bu yerda, mana bu yostiqchalardan ham ovoz chiqadi. Bu yerda ham kolonka bor. Barlari juda ham katta. Barlari keng, ikkita podstakanlik bor. Bu yerdan tashqari mana yerda joy, bu narsalar qo'yish uchun joy ham bor. Avtomobilimizda parok qismlari bilan jihozlangan. Avtomobil juda ham yoqqan tomonlari menda hammalari ponni koja bilan ishlangan. Avtomobilimiz 90% qismi почти koja bilan jihozlangan. Bu kapitanskiy sideniya. Orqa tomonga o'tiramiz. Bismillah. Mana ko'rib turganingizdek, orqa tomonda monitor yo'q. O'zinglar qo'ydirib olsanglar bo'ladi. Lekin 31 ming dollarga komforti juda ham to'g'ri ekan. Mana bularni ko'rsanglar, bu juda ham qimmat avtomobillarda bunaqa narsa qo'yiladi. To'g'risi deydi, hammasi elektronika. Ushbu avtomobilda kraskasi yo'q, nech pul desanglar, aynan shunaqa pozitsiyasini o'zini 40 ming dollardan oshiqroqqa olasizlar. Kraskasi yo'q, yangi bo'ladi. Endi bu yangi mashina emas, sababi ham kraskasi borligi uchun. Biz O'zbekistonda kraskaga bilsanglar juda ham qattiq qarashadi. Avtomobilimiz orqa tomondan sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tsam, mana bu yerlarni ko'rasizlar. Bu yerlari ham kechqurunda juda ham chiroyli yonadi. Orqa tomoni xrustal, boya ko'rsatganimdek mana xrustal
Orqa tomonlarda ham mana ko'rib turganingizdek konditsioner yetib kelgan. Mana orqalarda ham bor. Orqalarda 3-o'rindiqlarda ham kolonkalar bilan jihozlangan. 6 ta oilabop avtomobil. Davrida bilsanglar, Arlando avtomobillari ham 24 ming sotganmiz oxirgilarini, lekin birinchi kirib kelganda 34 ming dollardan sotganmiz. Avtomobillar haqida to'liq ma'lumotni albatta sizlarga qolgan keyincha berib o'tyapmiz. Ya'ni o'zim bilgan ma'lumotlarni. Agar qiziqsanglar avtomobilga, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar, naqd pul bilan kelsanglar 31 ming dollardan berib yuboramiz. Faqat Ramazon oyiga. Ramazon oyidan keyin albatta avtomobillar narxi yana qimmatlaydi. Yana ma'lumot o'rnida sizlarga aytib o'tishim kerak. 1-maydan keyin utilizatsiya qo'shiladi. Mashinalarning narxi где-то 3 ming dollar u yoqda narxi oshadi. Shunga 1-maygacha avtomobil olib ulgurib qolinglar. Bu video 2025-yil 13-mart kuni olinmoqda. Ma'lumot o'rnidan aytib o'taman. Keyin orqa tomondan ko'rinishi juda ham kuchli ishlangan avtomobil. Mana orqalarini ko'rib turganingizdek, boksog'i, orqa faralari ham juda ham chiroyli ishlangan. 3-o'rindiqlar avtomobilimizning orqa tomondan ko'rinishlari juda ham keng, chiroyli. Nasosi kelgan, bundan tashqari zaryadnik polgalarni qo'shib beramiz avtomobilga. Akalar, boya aytib o'tganimdek, qora, oq va seri ranglari qoldi. Ulgurib qoldilar. Avtomobilimiz soni faqat 6 dona mavjud. Buni sanab qo'yamiz. 1, 2, 3, 4, 5 ta. Mana bilan 6 dona mavjud. Bu avtomobilimiz sotilib bo'lgan. Shunga hisobiga buni sanamadim. Xo'sh, avtomobillar haqida to'liq ma'lumot, undan tashqari xarid qilmoqchi bo'lgan mijozlar bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Eng arzon narxlarda faqat bizda bo'ladi. Aloqaga chiqsanglar, chiroyli qilib beramiz. Kanalga podpiska va like bosishni unutmang. Sizlar bilan bugun Oyatullo bo'ldi. Qo'llab-quvvatlash uchun kommentariyada omad so'zini yozib qoldiring. Salomat bo'ling.